qopga bosyapti-da. Endi to'g'risini aytish kerak. Biz o'zbeklardan chiqdi-da u tajribada. Mog'orlashni boshladi. Bu kuzda yaqinda bosilgan narsa endi mog'orlashni boshladi. Papilloma yellarda paydo bo'ladi. Hamma joylarida toshma bo'lib ketyapti. O'simta ko'proq yemishdan kelib chiqqan zamburug'lardan. Siz bitta silosdan emas, makka berasiz, bug'doy, arpa. Hurmatli obunachilar, e'tibor beringlar. Mana Mirzohid aka, xudo xohlasa ko'z tegmas, aka zo'r bosibsiz. Silosni mana. Hidi yo'q-da. Zo'r. Silosda donli silos. Buni dravlikadan chiqartirib yubordim dedingiz? Ha, nimani, Jaguarni nimasini tegirmonini ishlatib yubordi, o'zinikini. Ha, hozir ko'pchilik qopga bosyapti-da. Endi to'g'risini aytish kerak. Qopga o'zi aslida unaqa narsa biz o'zbeklardan chiqdi-da u tajribada. Uni yomon demoqchi emasman. Plisosdami havosini tortishib yuborsin. Yo bo'lmasa umuman havo bo'lmash kerak silosda. Umuman mana uyga zakrotka ham qilamiz. Hamma havo bo'lsa bakteriya rivojlanib ketadi. Mollar zaharlanadi. Sigirlarda hozir ko'paygan, oldin 15 yil oldin bunaqa narsa bo'lmay, ko'payib ketdi. Silosdan ashi zamurli mana mayetida to'panay bosildi. Ha, buni olib tashlash kerak. Paket yapin bo'lib qol, mana bu paketdagida endi olib qo'ygan iloji yo'q, bosib qo'yganlar bo'lsa, ochib uni yayib, quritib, bir 3 soat berishdan oldin 3 soat oldin ustiga yengil tuz sepishib yuborsin. Ustiga yengil tuz sepishib yuborsin. Bersa bo'ladi, lekin bu darajasini bermasin. Mog'orlashni boshladi. Bu kuzda yaqinda bosilgan narsa endi mog'orlashni boshladi. Buni papilloma yellarda paydo bo'ladi. Ko'pchilik mana buqalarda ko'ryapmiz. Bari manaqa hamma joylarida toshma bo'lib ketyapti. O'simta, ya'ni manaqa papilloma ko'pchilik aytadi, buni genetikadan yo qon buzilgan ko'proq yemishdan kelib chiqqan zamburug'lardan. Siz bitta silosdan emas, makka berasiz, bug'doy, arpa yo kunjaralar berasiz, qizib qolgan joyi bo'ladi, ko'zingiz bilan ko'rmay qolasiz, berib yuborasiz. Shunda u bir kunda bo'lmaydi. Sekin to'planib, oylar davomida to'planib turib chiqib keladi. Zaharlanishdan bo'ladi. Shu joyini e'tibor berasizlar. Mana 500 kilolik molga bersangiz, bu ko'tarishi mumkin. 300 kilolik, 200 kilolik mollar bu mog'orni darajasini ko'tara olmasligi mumkin. Qo'y bundan ham past. Kuch pastroq, qo'y bundan ham past, buni umuman ko'tara olmasligi mumkin. Mog'orlagan donni bemalol iste'mol qilib sog'lom yurgan molni bo'lib, o'sha mog'orlagan donni olib turib, makkani misol keltirib, tovuqqa bersangiz, tovuq o'lib qolishi mumkin. Darajasi bor hammasini, lekin bu yerda xudo xohlasa zo'r bosilgan ekan. Yaxshi prislanibdi.